eng idealniy pirojki. Shunaqa chiqishini xohlaysizmi? Bo'lmasa sizlarga eng kam xarj va eng mazali retsept bilan bo'lishaman. Xamir uchun iliqdan issiqroq sutimizga tuz, shakar, droji, yetarlicha unimizni solib olib, qo'lga yopishar-yopishmas xamir qorib olamiz. Xamirimiz shu holatga kelgach, 2 osh qoshiq o'simlik moyini hamma joyiga tekistirib olamiz. Qarabsizki, qo'lga yopishmaydigan xamirlardan biri ham tayyor bo'ladi. Ana endi 30 minutga oshirganini qoldiramiz. Bu orada qaynab chiqqan kartoshkalarimizdan pyure qilib olamiz. Ana endi Albinous profildan sotib olgan yangi qozonlarimda pirojki jonlanib pishirishni boshlayman. Avval qozonga yog'ni solib qizitib olamiz. So'ng bombaday bo'lib oshib chiqqan xamirimizdan pirojki jonlarni yasab olamiz. Xohishga ko'ra o'rtasiga boshqacha nachinka ham tayyorlasangiz bo'ladi. Aytgancha tugatganingizda yaxshilab tugishga harakat qilinglar, bo'lmasa pishayotgan payti ochilib ketishi mumkin. Yasab olgan pirojkilarni 15 minutga dam oldiramiz, so'ng pishirib olamiz. Aytgancha o'rta olovda pishirib olishinglarni tavsiya qilaman. Ana o'shanda ichigacha zo'r bo'lib pishadi. Bu asal retseptga